Qizimizni onasini nomidan bitta chiroyligina bir satrimiz bor. Albatta bu yerdagi voqealarni jonli efirda ko'rmasalarda, albatta video tasmalarda ko'radilar. Sevinchxonni onasi dedilarki, daryolarni qo'l yuzidan gullar terdim yor-yor. Qizginamni suyganiga erga berdim yor-yor. Qizim tengi dunyoda topilmaydi yor-yor. Otang qilgan uy eshik yopilmaydi yor-yor. Suhbatdoshim jon qizim bugun keldi yor-yor. Kuyovimla suzilib mehmon bo'ldi yor-yor. Bugun mehmonsiz ilohim keyingi, ertaga bugungi soniyalardan keyin mana shu joyning qizisiz kelib boshla. Borgan joyda toshday qotsin, davlat bersin kuyovimning boshlariga yor-yor. Baraka bersin sevinch qizimning oshlariga yor-yor. Kelajakda umr bersin bola chaqa yoshlariga yor-yor deb Qashqadaryodan onajoningiz tilaklarini buyurdilar. Qarsanglar onajonisiga ko'rgashi. Onajon ana endi shirinlikni olamiz. Parvarda bersangiz mayli, qarsang parvarda topdilar. Onajon haqiqatdan baxtli tiladilar. Ilohim, eng baxtli kimlar ekan azizlar? Baxtli insonlar, qo'sha qarayotgan insonlar baxtli ekanlar. Da'volarni birgalikda yurganlar, birgalikda to'y ko'rganlar, qo'sha qarish baxti nasib aylasin. Mana shu yerda o'tirgan barcha aziz onajonlarimiz, dadajonlarimiz ham qo'sha qarisin. Agar yorimiz bo'lmasa, yordam olib qo'sha qarisinlar. Mana shu hayot bo'lsa qaranda, yangi kelin-kuyovlarimizga ham qo'sha qarish baxti muyassar bo'lsin. Marhamat onajon, chiroyli qilib shirinliklarni kelinimiz og'ziga, kelinimiz esa qaynonasining og'ziga yedirsinlar, lekin qarsaklarni to'xtatmaysizlar. Marhamat.